Assalamu alaykum kanalıma yaxshimi? Men sizlarga bugun eng oddiy beqish eng qulay bo'lgan odamga bir xil huzur bag'ishlaydigan yashilchilikqa bak amroq bo'ldimiz biz. Bugan eng oddiy bambu, kichik bambu gulini beqishni demoqchi. Buni aqlim bir oy bo'ldi. Taqriban yani balki ondan da bo'lishi mumkin. Bunun hech qanday bir yerda çiçekmi yo'q, çiçek açaymi demaganda. Bu faqat suzulam yashaydi. Bunu bir qachon ichiga suv olib, tasharoq chiqsam bo'ldi tashqa, ushaq tashlarini silib olsam bo'ldi. Hozirroq mana shunchalik holatda suv quyamiz. Algan holat ekilib lam elib bozordan uchini mana ko'rdingmi? Uchidan kesib hozirroq silikon tapanchasi bilan meni itib etdim, chunki bir havo olib qolsa qurib ketadi oson. Bo'lmaydi, chechakmi ochmaydi. Bir havo olmasa kerak, hammasidan uch tarafini silikon tapanchasida yemleyessanlar buldu. Andan keyin bu faqatlam suvda yashaydi. Nihoyatda bek oddiy buni beqish sag'irib qolgan yerlarni kesib yeni silikon tapanchasida yemleyessanlar buldu. Suyuni haftada bir yoki 15 kunda bir qatam almashtirishlar. Ammo diqqat qilganimiz suyuni almashtirganda cho'qim suvning hammini to'kib etmaymiz. Yarmini to'kib, yarmiga suv to'ldiramiz. Attigira su qilish kerak, o'zining ilgarigi suyini qilish kerak. Herkes birini tekse hammasini to'kib olsa qat'iy bo'lmaydi. Andan keyin yana bek diqqat qilgan nuqta. Buning turbusi qo'llanmaymiz, cho'qim ichadigan mineral suv qo'yishimiz kerak. O'sha holatda qo'ysanglar bo'ldi. Baqsanglar bu bek oddiy. Hem yupurmoq ichib, bir oylik yupurmoq qilmalı. Ammo buning bu shexi yo'g'onmaydi, faqat yupurmoq yo'g'onaydi. Men A101 keptiken 5 yıl qaptiken hemen elib etkendim. Bir ay bo'ldi dahi. Mana yupurmoqlarni ko'rdinglar. Yeni birga bu aptap chiqarib qo'ymanglar bo'lmaydi. Shamolliq yerda qo'ymanglar. Shamol xolamaydi. Oshxonalarda yoki bo'lmasa boshqa nimalarning deraza kun tushmaydigan yerda qo'ysanglar bo'ldi. Birinchi kun xolamaydi, ikkinchidan shamol ushab turgan yerda qo'ysanglar bo'lmaydi. Buning ichiga qum yoki bo'lmasa tosh aralashtirasam, ushaq tashlarni qo'yasanglar bo'ldi. Gül bakanmayman degan odammi? Shuni eng qulay beqib ketadi inshaalloh.